Kuzatib turgan hammaga salom. Kasrlar mavzusidagi 9-dars. Demak, tanlangan savollar tahlilini boshlaymiz. Berilib turgan kasrlarga avval mahraj beramiz qavs ichiga. Shunda birinchisining mahraji 200 ko'paytirilgan 199 bo'ladi. Suratida shu sonlar proporsiya ko'rinishida ko'paytiriladi, ya'ni 200 plus 199 hosil bo'ladi. Bo'lingan. Bu yoqqa ham umumiy mahraj beradigan bo'lsak, 200 ko'paytirilgan 199 bo'ladi. Suratida 200 birinchisiga ko'paytiriladi. 199 ikkinchi suratga ko'paytiriladi. Suratda yig'indini bajaramiz. 399 mahrajida 200 ko'paytirilgan 199. Bo'lish ko'paytirish bo'lib ketadi, mahraj suratga chiqadi. 200 ko'paytirilgan 199 suratdagi ayirma mahrajga tushadi, ya'ni 1. Ikkalasi qisqarib ketadigan bo'lsa, natija 399 chiqishi kerak. Ikkinchi keyingi misolimiz 99-misol tanlangan testlardan. Buni ham quyidagicha ishlaymiz. Dastlab qavs ichiga mahraj beriladi, 1 mahraj 60 bo'ladi. Birinchisining suratini 4 ga, ikkinchisining suratini 5 ga ko'paytirish kerak. Shunda 8 35 43 hosil bo'ladi. Ko'paytirilgan 30 taqsim 103 ayrilgan. Mana bu bo'lishni ko'paytirish qilamiz. Buni noto'g'ri kasr qilgan holda suratga 4 chiqib ketadi, mahrajiga 8 9 tushadi. Ko'paytirilgan 9 taqsim 32. Noto'g'ri kasr qilganligimizda 60 dan 103 bo'ladi. Ko'paytirilgan 30 taqsim 103 ayrilgan 9lar qisqarib ketadi. 2 kere 4 8, 32 bilan qisqaradigan bo'lsa 1 taqsim 4 qoladi. 103 bilan 60, 103 bilan 103, 30 bilan 60 qisqarsa bu yoqda 2 qoladi. 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 4 ayish kerak. Natija 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Hop, 3 taqsim 4, 4 taqsim 5 va 7 taqsim 8 sonlarga bo'lganda bo'linma butun son chiqadigan eng kichik natural sonni toping degan shart berilgan. Bu misollarga mana shu misollarning suratlariga ekuk tanlasak kifoya. Ya'ni faraz qilamiz o'sha noma'lum sonimiz bizda x bo'lsin. X ni bo'lganimizda 3 taqsim 4 ga butun son chiqish uchun x ko'paytirilgan 4 taqsim 3 qilamiz. Ya'ni x 3 ga bo'linsa bu yerdan butun son chiqadi. Keyingi holat, ikkinchi misol, ikkinchi son uchun x bo'lingan 4 taqsim 5 bo'lsa, buni ham x ko'paytirilgan 5 taqsim 4 qilsak, x bilan 4 qisqarish kerak. Ya'ni x 4 ga bo'linsa, keyin butun son chiqadi bu yerda. Uchinchi sonimiz x bo'lingan 7 taqsim 8 bo'ladigan bo'lsa, buni ham x ko'paytirilgan 8 taqsim 7 qilamiz. Mana shunda x 7 ga ham bo'linishi kerak. Uchalasini suratiga bo'linsa butun son chiqadi. Ya'ni bu yerda hammasi ko'paytirish bo'lganda teskari mahrajga tushyapti. Demak, bizda topiladigan x sonimiz teng ekan. Uchala sonni ekokini olishimiz kerak. Ya'ni 3, 4, 7 larni ekoki. Bundan x teng chiqadi. Uchalasi o'zaro tub bo'lgani uchun ko'paytmasi 84 ga teng bo'ladi. Kasrni hisoblashimiz kerak. Xo'p. Bunga dastlab mahrajdan chiqamiz. Surat boshqa joylarni o'zgartirmasdan kelamiz. X qo'shilgan 4 taqsim 3 qo'shilgan 5 taqsim 3 dan yarimni ayiradigan bo'lsak 2 yarim, ya'ni 5 taqsim 2 ko'rinishga keladi. 2 qo'shilgan 4 taqsim 3 qo'shilgan. Mana bu 2 suratga chiqib ketsa 5 ni 2 taqsim 5 ga ko'paytirish bo'lib qoladi. 5 lar qisqarib ketib 2 chiqadi. Endi 2 qo'shilgan 4 taqsim 5. Umumiy mahraj beramiz yoki umumiy mahraj bermasdan 2,5 dan 4 olsak bo'laveradi. Xo'p, keyingi savolimizda ham buni ozgina pastga tushirib davom ettiramiz. Har biriga umumiy mahraj beradigan bo'lsak, birinchi qavsimiz 3 taqsim 2 bo'ladi. Ko'paytirgan ikkinchi qavsimiz 4 taqsim 3. Bundan keyingi qavsimiz 5 taqsim 4 va hokazo shu tartibda boradi. Eng oxirgisi 100 taqsim 99 bo'ladi. Bu yerda har birini birinchi kasrning surati ikkinchisining mahraji bilan qisqaryapti, ikkinchisining surati uchinchisining mahraji bilan, 5 bu yerdagi bilan qisqaradi, bu yerdagi 99 bilan qisqarib, yakunda 100 taqsim 2 qoladi. Turganligi 50 deganligi. Keyingi misolimiz ham zanjir kasr qonuniyatidan. Demak, berilib turgan misolda avval qavslarning ichini hisoblab olamiz. 6 dan 4 bo'ladi birinchisi, ikkinchisi mahraj berganimizda 7 dan 5, keyingisi 8 dan 6 bo'ladi. Bundan keyin 1 minus 2 taqsim 9 qatnashadi. O'shanda 7 taqsim 9 hosil bo'ladi. Ko'paytirilgan va hokazo. Oxirgi kasrlarimiz, ya'ni mana bu qavsdan oldingisi 77 taqsim 79 bo'ladi.
ko'paytirilgan, bunisi 78 taqsim 80 ko'rinishga keladi. 6 bilan 6 qisqaradi, 7 bilan 7, 8 bilan 8, 9 bilan 9 shu tartibda boradi. Bu yerdagi 77 bilan bu yerdagi 78 bilan qisqarib ketib, suratda 5 kere 2 ya'ni 20 taqsim 79 kere 80 qatnashadi. 20 bilan 80 qisqarib ketadigan bo'lsa, bu yerda 4 qoladi. 1 taqsim 280 36, 316 hosil bo'ladi. Keyingi kasrimiz ham yana zanjir kasri ekan. Dastlab 3 taqsim 4 ga tegmay turamiz, chunki bu qonuniyatga tegishli bo'la olmaydi zanjir kasriga. Shuning uchun 3 taqsim 4 ni alohida qo'yamiz, qo'shilgan. Suratda hammasida 5 bor ekan, 5 ni qavsdan chiqaramiz. Maxrajdagi farq 6 ga teng, 6 ni ham chiqaramiz. Shunda birinchi kasrimiz 1 taqsim 1 ayrilgan 1 taqsim 7 ko'rinishga keladi. Plyus ikkinchi kasrimiz 1 taqsim 7 ayrilgan 1 taqsim 13 plyus keyingi kasrimiz 1 taqsim 13 ayrilgan 1 taqsim 19. Shu va hokazo shu tartibda boradi. Oxirgisi 1 taqsim 91 ayrilgan 1 taqsim 97 ko'rinishga keladi. Endi mana bunga javob beramiz, bunga javob beramiz, bularni uxlatamiz, mana bularni javob beramiz. Shunda 3 taqsim 4 plyus 6 dan 5 ko'paytirilgan 1 taqsim 1 dan 1 taqsim 97 ni ayirmasi qoladi. Umumiy maxraj berib suratda 97 minus 1 ni hosil qilamiz va ayirmadan 96 taqsim 97 kelib chiqadi. 3 taqsim 4 ga qo'shamiz. 96 bilan 6 qisqarib ketsa bu yoqda 16 qoladi. 80 taqsim 97 bo'ladi. Xo'sh, bularni endi maxraj berib turib qo'shib qo'ysak bo'laveradi. Maxrajimiz 360 ya'ni 28 bo'lsa 388 bo'ladi. 97 kere 3 300 dan 9 kam, demak 291 bo'ladi. Plyus bunisi 320. Qo'shishni bajaradigan bo'lsak 511 taqsim 388. Demak natija shu bo'ladi. Keyingi kasrlar sonlarni kasrlarni o'sish tartibida joylashtiring deyilyapti. Bu yerda yaxshi ko'rinmagan. Mana bu B, bunisi S bo'lyapti. Bizda kasrlarda shunday holat bor edi. Oddiy kasrlar uchun surat va maxrajiga bir xil son qo'shilganligi qo'shilmaganligidan katta bo'ladi. Demak, A teng 11 taqsim 13. B ni A orqali ifodalaymiz, ya'ni A ko'rinishiga keltiramiz. Shunda B ning surat va maxrajini 11 taqsim 13 ga surat va maxrajda 100 qo'shilgan deb tasavvur qilamiz. Plyus 100 deb. S ni ham xuddi shunaqa ko'rinishga keltiramiz. S ni suratida ham 11 qo'shilgan 100 qo'shilgan yana 10 bor. Yo'q, 1000 ekan, uzr. Mana shu yerda 1000 bo'ladi, bunisida 100 bo'ladi. Maxrajida ham 13 qo'shilgan 1000 qo'shilgan 100 bor deb tasavvur qilamiz. Shunda kasrlarning surat va maxrajiga bir xil son qo'shilganligi qo'shilmaganligidan katta bo'ladi. Shuning uchun bu yerda A B dan aniq kichik bo'ladi. Chunki mana B A da 1 taqsim 11 bor bo'lsa, bu yerda 1 taqsim 11 bor. Ikkalasiga surat maxrajiga ham 100 qo'shilyapti. Shuning uchun B A dan katta hisoblanadi. C da ham xuddi shunaqa 100 taqsim 11 qo'shilgan 100 va 13 qo'shilgan 100 bor. Yana surat maxrajiga 1000 qo'shilyapti. Bu deganligi C B dan ham katta deganligi bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Keyingi savolimiz, agar A mana shu bo'lsa, B mana bu bo'lsa, A teng x minus B bo'lsa, x ni toping deyilyapti. B ni chap tomonga o'tkazib yuborsak, A plus B teng x ko'rinishga keladi. Endi x deganligi mana shu ikkalasini qo'shib qo'yish kerak deganligi. Bizda A plus B teng edi. 40 maxrajlini 40 maxrajliga qo'shsak, 40 dan 37 plus 3, ya'ni u ham 40 ga teng. 50 maxrajli bilan 50 maxrajli kasrni qo'shamiz. 50 dan bu ham 50 ga teng bo'lib qoladi. Plus 61 maxrajli bilan 61 maxrajlini qo'shsak, 61 dan 61 ko'rinishga keladi. Har bir kasr 1 ga teng, natija 3 ga teng. Demak, x 3 ga teng ekan. 148-chi tanlangan savolimiz ham kasrni o'sish tartibida joylashtiring deyilgan. Endi yuqoridagi qonuniyatga teskari yuramiz.
Noto'g'ri kasrlarda surat va mahrajga bir xil son qo'shilganligi qo'shilmagani qo'shilganidan katta bo'lishi kerak. Bu holatda a teng 9 taqsim 8 bo'lyapti turgan bo'lsa, b teng 9 taqsim 8 ga surat va mahrajiga 80 qo'shilyapti. Oddiy kasrlarda qo'shilgani katta bo'lsa, noto'g'ri kasrlarda qo'shilmagani katta bo'ladi. Demak, a bdan kattaroq. S ni ham aynan shu ko'rinishda ifodalaydigan bo'lsak, 9 taqsim 8 ga 80 qo'shilgan, keyin 800 qo'shilgan. 80 qo'shilgan, keyin 800 qo'shilgan. Bu holatda S bdan ham kichkinaligini ko'rsatib beradi. Demak, mana shu tartibda taqqoslanadi. Oxirgi savolimiz 2 taqsim 3 ga teng, surati 120 dan kichik nechta kasr bor degan shart berilyapti. Xo'p, bunda 2 taqsim 3 teng 4 taqsim 6 teng 6 taqsim 9 teng 8 taqsim 12 va hokazo shu ko'rinishdagi kasrlar barchasi oxirgisining surati 118 taqsim. Xo'p, 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda 59 bo'lgan bo'lsa, 150 ga 27, 177 ko'rinishda bo'lishi kerak. Mana shu kasr eng oxirgisi bo'ladi. Biz bundan xulosa qilamiz. Suratida faqat juft sonlar qatnashyapti. Mana bu yerda 4 taqsim 6 bo'lgan. Jami 2 dan 118 gacha 59 ta juft son bor. Demak, 59 ta kasr bor bo'ladi.